Hangar 7 Avstriyaning Salzburg shahrida joylashgan Red Bull tomonidan tashkil etilgan noyob muzey madaniy maskandir. Formula 1 mashinalari namoyishi, balki zamonaviy san'at, gastronomiya va innovatsion arxitekturaning uyg'unlashgan joyidir. U Salzburg aeroporti yaqinida joylashgan bo'lib, tashqi ko'rinishidan shaffof qanotga o'xshaydi. Ichkaridan esa 100 metr uzunlikdagi va 14,5 metr balandlikdagi shisha va po'latlardan qurilgan gumbazli tuzilma osmonni eslatadi. Bu inshoot 1200 tonna po'lat va 75,000 kvadrat fut shisha bilan qurilgan. Hangar 7 Red Bullning Flying Bulls nomli tarixiy samolyotlar va vertolyotlarning kolleksiyasiga mezbonlik qiladi. Bu samolyotlar barchasi parvozga yaroqli holatda saqlanib keladi va parvozlarda muntazam ishtirok etadi. Avstriyaning Salzburg shahriga tashrif buyuruvchilar uchun albatta ko'rishga arziydigan juda chiroyli joy. Dunyo bo'ylab Red Bull ishqibozlari bu muzeyni ko'rmasdan ketishmaydi.